Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bir vaqtda Osman radıyallahu anhu halife bo'lgan vaqtda onun yanına bir kishi keldi de Osman qara dedi. Abu Bakr ham Umar vaqtında anday fitneler, anday tertipsizlik yo'q edi. Ammo sen vaqtda fitne de ko'pdi, tertipsizliklar. Osman radıyallahu anh ayta, bilasizmi ni ishini? Chunki Abu Bakr ham Umar vaqtida men shekilli kishilar bo'ldi. Ammo hozirda mening vaqtimda sen shekilli kishilar edi. Mana qiziq qardoshlarım, qay bir shaqlarda g'aylada bo'lsinmi, kishi xotinda g'ayib topib, xotin nashar deydi. Qay bir shaqlarda xotini erinda bir g'ayib topib, erim nashar deydi. Qay bir shaqlarda ati kishi bolaga ayda o'g'lim birga qor qiraymiz deb, bolasi divanda qola, atisi qor qirab yuri. Mana shunday qiziq masalalar bu dunyoda kelib chiqadi. Lekin bunda narsaga biz e'tibor berga tiyishmiz. Birinchi, agarda shu xotinda, bolangda, g'aylangda, haqiqatda bilmagan kishi bilan munosabatda biror g'ayib kishining kelib chiqar ekan, eng birinchi so'rov biz o'zimizga berga tiyishmiz. Ni uchun bu g'ayibni men ko'rdim? Men boshqa kishiga shunday ishlamaganman ekan ilk vaqtda. Menda o'zimda onday sifat yo'qmi ekan, bu kishida bo'lgan sifat. Chunki bir vaqtda bir yoshli xilqili kishi yanına kelgach, so'rov berganlarga, "Sen kim o'qitishing bo'ldi-sen?" degach, sen bir shunday yoshli xilqili kishi. Ayta, xilqisiz kishilar. Ni uchun? Chunki men ularda biror g'ayib ko'rib, ul g'ayibni o'zimda izlaydirim deydi. Topsam yo'qqa chiqaradirim, topmasam Allohga shukr deb tinchlanadirim. Mana shulay o'zini tartibga keltirdi u. Ikkinchi yoqdan qardoshlarım, agarda biz bir kishiga o'zincha bir zamechaniya qilishimiz ekan, bir nasihat etamiz ekan, tegi kishi eshittirga tegish. Chunki bugungi kunda kishiga nasihat aytirga bek og'ir. Anglata boshlaysan, kishi men o'zimda bilam deb yeydi u. O'zi bilmasa-da, o'zi anglamasa-da, shitdan qarab turib boshqacha ko'rasin deydi. Bu shitdan qaramay o'zingni bila bayasin, onun nashul aytilgan ishlagan so'zlarini, amallarini u bilmay. Lekin shitdan aytgan kishini eshittirga kerak. Chunki agarda biz o'z g'aybini anglab, u haqini qabul etmasak, bu takabburlikdan bo'ladi. Siz bilasiz, Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadi, takabburli kishi u jannatga kirmaydi. Shunday hadislar ko'p. Chunki agarda kishi bizga haqni aytdi ekan, bizda g'ayibni topib aytdi ekan, masalan, Muhammad sendan mana shulay, mana buni o'zgart. Agarda men uni bila turib qabul etmasam, bu takabburlikdan bo'lishi mumkin. Chunki Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadi, takabburlik ul haqni qabul etmau. Ham boshqa kishilarga nafrat bilan qarau. Shokra bu ravishda agarda bizga biror nasihat ishilar ekan, biz uni qabul ettiramiz. Atigi nasihat etgan kishilar oldinda tugul, ayrim chaqirib, u nasihatni ishlarga tegish. Shul vaqtda u g'iybat bo'ladi. Agarda nasihat eshitdim deb kishilar oldida ishlasan, bu gunoh bo'lishi mumkin. Ne uchun? Chunki sen kishilar oldida yo'ling sening durust tugul. Niyating durust bo'lsa-da, kishi nasihatlarga sening yo'ling durust tugul. Yo'ling durust bo'lmasa, gunohga duchor bo'larga mumkin. Shunga ko'ra, qardoshlarim, xalqi deganda biz ikki tarafga haqqimiz bor. Haqni o'tov bor. Birinchi Alloh haqqi, ikkinchi kishi haqqi. Shunga biz xotinlarimizga aytamiz ekan, yesa xotinlar bizga aytadilar ekan, "Erim, sen mening haqqimni namda o'tamaysan" desalar, uni o'zimizga olib o'zgartirga kerak. Ne uchun? Chunki agarda biz uni o'zgartmasak, demak, uning haqqini o'tamagan bo'lamiz. O'tamagan bo'lmаш, qiymatni ol bizga, narsa-chi, bizning savobni olirga ajr bo'ladi. Bir yoqdan, ikkinchi yoqdan qardoshlarim, bu dunyoda o'q kishi haqqini o'tamavun, kiri aylanib qaytarga narsa mumkin. Misol uchun keltiram, agarda aniyachini hurmatlamaysan ekan, 99% sening bolalaring bo'lganda, bolalar seni hurmatlamaydi. Bu dunyoda u kili aylanib keltirgan mumkin. Shunga bunda biz e'tibor berish kerak. Hatto men qaraz Umar ibn Xattob, atiqdan shu qissani eslayman. Bir vaqtni o'tirganda, ishlaganda bir kishi keldi. Umar so'rov berasim kelgan edigach, Umar alda toyoqni tena so'qdi tenarga. Aytadi, "Men bo'sh bo'lganda kelmaysiz" deydi. "Men ishlaganda kelib yeriga boshlaysiz" deydi. Anlara tinchlangach,
үз гаебен танып, бу бит мөэминнәрнең амирләре, бу бит үзенчә бер президент шикелле, үз гаебен танып, теге кешене чакырды, әйтә, сук мине ди. Теге әйтә, юк, мин Аллаһка калдырам ди. Аллаһка калдырам ди теге. Омар әйтә, юк ди, Аллаһка калдырма ди. Ал сук мине ди. Бу дөньяда бетерик кешене. Юк, Омар, все, гафу иттем ди мин сине. Омар ибн Хаттаб моннан соң тыныч алмады. Бер бүлмәгә килде дә, үзене арый башлады, кычкырып. Халифа булгансың, ниме? Сиңа халифа булып монда бер кеше килде, үз хаҗаты белән. Син аны кабул итә алмадың. Кыямәт көнне син нәрсә Аллаһка әйтәсең дип, менә кыямәт көнне нәрсә Аллаһка әйтәсең дип, кыямәт көнне нәрсә Аллаһка әйтәсең, нә шул сүзләрне әйтә, хәтта авырый башлады. Менә шундый дәрәҗәдә үзенә хисап бирде. Шуңа күрә Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху әйтә, хадисләрдә шундый мәгънәдә килә, үзегезне хисап кылыгыз ди. Үзегезне хисап кылыгыз, чөнки кыямәт көнне нәрсә Аллаһ Тәгалә безне хисап кыла. Бу дөньяда ук үзебезне үзгәртеп, башкаларга дөрес юл белән үзгәрергә ярдәм итик. Һәм әлбәттә, кеше хакын үтик, чөнки кыямәт көнне үтәмәсәк, әҗр-савап белән бирәбез. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә моның турында онытмаска насыйп итсә иде.